Ushbu loyihamizning birinchi mehmoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati axborot xizmati rahbari. Qo'riqlash xizmati hozirgi kunga qadar saf bo'linmasi orqali harbiylashtirilgan nazoratchi va qorovullik bo'linmalari orqali o'zlariga biriktirilgan vazifalarni va obyektlarni qo'riqlash ishlarini tashkil etib kelinmoqda. Bizda turli xil qurilmalarimiz mavjud. O'sha fuqaro xonadonlarining kirish qismiga yoki derazalariga o'rnatilayotgan magnit kontaktli va harakat qurilmalari, Pirotexnika vositalarini portlashlarini o'zim ko'rib hayron qoldim-da. Samarqandda ham shunaqa holatlar bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa, o'sha shu hodisa sodir etgan fuqarolarga qanaqa choralar ko'rildi? Umuman Payariq tumanida mana shunday holat bo'lganda fuqarolarimiz tomonidan hamma spirtli ichimlik iste'mol qilgan va o'sha avtotransport vositasi orqali turli xil ovozlar chiqargan. men o'qigan eng ko'p izohlar bu 2 daqiqa bo'yi yolg'on yutib kelmaydi. Fuqaroni suvdan olib chiqqan, lekin o'ziga ham birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga to'g'ri kelib qolgan vaqtlar ham uchraydi. Nima uchun ayrim obyektlarni kirishida jurnalistlar yoki oddiy fuqarolarni kiritishda muammolar paydo bo'lyapti? Aslida buni tartibi qanday? Qanaqa tartib borki, o'sha obyektlarga kirib chiqishda qanaqa qonun qoidalar bor? Mana shu holatni bartaraf etishga trafik harakatlarni boshlayotgan avtotransport vositasidan urib tan jarohati yetkazganlik voqea joyida vaqtida ham uchraydi. Jamoat joylari, kafe, restoran dedingiz, xavfsizlik ta'minlandi deyapsiz. Lekin bizda yana bir masala bor. Jamoat transporti bor. Nima uchun Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti fuqarolarga xizmatlar pullik ko'rsatadi? Qo'riqlash departamentiga tegishli bo'lgan elektromobilni so'nggi kunlarda ko'p foydalanuvchilar ko'rgan, tuning qilgani muhokama bo'ldi. Endi bu avtomobil tuning qilish byudjetga og'irlik qilmaydimi? Qo'riqlash xodimi bo'lish bu kasbmi yoki xizmatmi? Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar va yurtdoshlar. Biz Samarqandda birinchilardan bo'lib, Samarqandcha podkast loyihasini boshladik. Ushbu podkast davomida biz Samarqandga oid bo'lgan yangilik, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni muhokama qilib boramiz. Ushbu loyihamizning birinchi mehmoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati axborot xizmati rahbari Shahriyor Musulmonov bo'ldi. Shahriyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Loyihamizning podkastimizning ilk sonida ko'rganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Shahriyor aka, bizda savol borki, o'sha qurilish xizmati qanaqa xizmat, qanaqa tizim, umuman qurilish departamenti, siz tizimingiz, faoliyati haqida bizga ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Kirib kelgan 2026-yil barchamizga muborak bo'lsin. Rahmat. 26-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan barcha ishlar amalga oshishiga tilakdoshman. Avvalambor qo'riqlash xizmati haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, qo'riqlash xizmati dastlab 1952-yil o'z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunga qadar xalq xo'jaliklari obyektlari, jismoniy va yuridik shaxslarning xonadonlari, obyektlari va jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash kabi bir qator vazifalarni bajarib kelmoqdalar. Qo'riqlash xizmati hozirgi kunga qadar saf bo'linmasi orqali harbiylashtirilgan nazoratchi va qorovullik bo'linmalari orqali o'zlariga biriktirilgan vazifalarni va obyektlarni qo'riqlash ishlarini tashkil etib kelinmoqda. Bundan tashqari, o'sha bizning qurilmalarimiz orqali signallarni qabul qilayotgan tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz ham o'z vazifalarini bajaradi. Bunda o'sha obyektlardan yoki fuqaro xonadonlaridan, jamoat joylaridan kelayotgan o'sha o'rnatilgan tashvish tugmalari yoki boshqa qurilmalar orqali kelgan signallarni qabul qilish orqali jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, o'sha fuqarolarimizning hayoti bilan bog'liq bo'lgan har qanday holatlarni oldini olish vazifalarini bajarishadi. Shahriyor aka, Samarqandni biz turizm shahri, butun dunyo taniydigan yer yuzini gavhari deb e'tirof etamiz. Endi mana shu xavfsizlik ortida ham qaysi tomonda biz ko'rmaydigan mashaqqatlar bo'ladi. O'sha sizni xizmatingizda Samarqand xavfsizligini ta'minlashda qanaqa ishlar olib borilyapti? Aynan misol Samarqand turizm shahri, turizm obyektlarida va o'sha aholi xonadonlari, aholi gavjum joylarda, jamoat joylarida xavfsizlik qanaqa ta'minlanadi? Xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi, chunki bizni to'g'ridan to'g'ri vazifamizga kiradi. Bu faqat bizning emas, har qanday huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining vazifasi hisoblanadi. Bunda asosan fuqaro xonadonlariga bizda turli xil qurilmalarimiz mavjud. O'sha fuqaro xonadonlarining kirish qismiga yoki derazalariga o'rnatilayotgan magnit kontaktli va harakat qurilmalari. Bundan tashqari o'sha himoya qo'riqlov vositalarimiz
Undan tashqari oladigan bo'lsak, tashvish tugmalari orqali fuqarolarimizni xonadonlari qo'riqlanib kelinyapti. Aynan xuddi mana shunday qurilmalarimizni fuqarolarimizning o'sha savdo obyektlari, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga va bozorlar, turizm obyektlariga ham o'rnatish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Mana shunday ishlarni natijasida yilning sarhisob qilganimizda fuqaro xonadonlarimizni 2024-yil yakuniga ko'ra 2478 dan tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yil yakunlariga ko'ra 5701 dan tashkil qilgan bo'lsa, xuddi shunday fuqaro obyektlarimizda qo'riqlanayotgan savdo markazlari yoki bo'lmasam o'sha savdo nuqtalarini qo'riqlanish 5086 dan 12738 dan tashkil qilmoqda 2025-yil yakunlariga ko'ra. Bundan tashqari turizm obyektlarimizda hozirgi kunda o'sha SOS ustunlari o'rnatilgan. Bu SOS ustunlari nima vazifani bajaradi? Bu SOS ustunlari o'sha mamlakatimizga kelgan, tashrif buyurgan turistlarni xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda o'sha ichki turizmni rivojlanishi natijasida boshqa viloyatlardan kelgan fuqarolarimizni ham bir qatorda xavfsizligini ta'minlaydi. Bu tugmalarni qayerlarda uchratishimiz mumkin? Siz Registon, Hazrati Xizr yoki bo'lmasam Bibixonim, Go'ri Amir, Siyob bozori, Xo'ja Doniyor, Afrosiyob muzeylariga agar boradigan bo'lsangiz, o'sha yerda o'zini o'sha ustunlarga belgilangan tartibda SOS deb yozilgan yozuvlar va tepasida miltillovchi mayoqchalar o'rnatilgan. Bunda o'sha domofonga o'xshatilgan qurilma o'rnatilgan. Bunda borib o'sha yashil tugmasini bossangiz, to'g'ridan to'g'ri sizni murojaatingizni qabul qiladi. Demak, qanaqadir turist keladi, murojaat agar qanaqadir muammosi bo'lsa, tugmani bosib o'sha onlayn tartibda murojaat qilishi mumkin o'sha domofon qurilmasini o'zidan. Xuddi shunday bu o'sha ustunlarimiz shunday vazifani bajaradi. Bundan foydalanishni bilmagan holatlarda esa o'sha obyektlarda bizda xodimlarimiz, ichki ishlar organlari xodimlari xizmat faoliyatlarini olib borishadi. To'g'ridan to'g'ri o'sha xodimlarimizga ham murojaat qilishlari mumkin. Mana shunday islohotlar hozirgi kunda amalga oshirilib kelindi. Yil yakuniga ko'ra keyingi mana shu yil 2026-yil davomida mana shunaqa vositalarni yanada ham ko'paytirish rejalashtirilgan. Mana Shahriyor aka, Yangi yil kunlari ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqaldi. Vodiy viloyatlarida ko'pincha o'sha pirotexnika vositalarini portlashlarini o'zim ko'rib hayron qoldimda. Samarqandda ham shunaqa holatlar bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa, o'sha shu holni sodir etgan fuqarolarga qanaqa choralar ko'rildi? Umuman pirotexnika vositalarini saqlash, foydalanish qanaqa javobgarlik sabab bo'ladi? Qanaqa yomon tomonlari bor? To'g'ri va o'rinli savol berdingiz. Bunda pirotexnika vositalaridan foydalanish to'g'ridan to'g'ri inson hayoti uchun xavf tug'diruvchi vositalar hisoblanadi. Aynan bunday vositalarga javobgarlik masalasiga keladigan bo'lsak, Ma'muriy javobgarlik kodeksining 185-prim 1 moddasiga binoan javobgarlik masalasi ko'riladi. O'tgan yillar davomida e'tibor bergan bo'lsak, yangi yil oldi hamma joyda har xil holatlar yuz beradi. Mana 2025-yil yakunlariga ko'ra bunday holatlar juda kam uchradi. Faqatgina o'sha yangi yil kunlari shunday holatlar yuz berdi. Bunday holatlarni oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda hamkorlikda har bir idora tunu kun xizmatda bo'lib, reydlar tashkil etildi. Oldingi yillarga qaraganda 25-yilda juda katta o'sishga erishildi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sabab juda ham kamaydi bu narsalar. Bu davlatimizga kirib kelishini oldini olindi, dastlab sotuvchiga cheklovlar o'rnatildi va jarimalar qo'llanilishi va miqdori oshganligi sabab. Lekin ko'ngilni xira qiluvchi bitta holat borki, fuqarolarimiz tomonidan ushbu holatlar cheklanganligiga qo'lbola aynan pirotexnika vositalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Aynan ijtimoiy tarmoqda ham kuzatdik bu holatlarni. Endi mana bunday holatlarni oldini olish maqsadida bunlarga ham tegishli tartibda belgilangan choralar ko'rildi. Aynan bunga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda munosabat ham bildirib o'tildi. O'sha Yangi yil oldi videolar chiqib ketdi. Toshkent viloyati Yangi Hayot tumanida ham o'sha voyaga yetmagan fuqaro pirotexnika vositasidan foydalanish evaziga jarohat olganligi ham. Endi bu albatta tavsiya etmaymiz, bu yaxshi emas. Endi shu borada yana bir qiziq masala. Biz siz bilan ham oldin tashvish tugmalari haqida video tayyorlaganmiz. Izohlarda juda ko'p izohlar qoldirilgan, o'sha fikr bildirilgan va aynan o'sha
tashish tugmasi bo'yicha bizga ma'lumot bersangiz. O'zi tashish tugmasi mana, biz video tayyorlaganimizda baribir 1 daqiqa, 2 daqiqa bu ma'lumot batafsil berish uchun kamlik qilgan. Endi batafsil ma'lumot bersangiz, tashish tugmasi nima? Qayerlarga o'rnatiladi va nima maqsadda? Va shu kunga qadar tashish tugmasi orqali bizni, viloyatimizda, qancha chaqiruvlar bo'lib o'tdi va qanaqa jinoyatlarning oldi olindi? O'rinli savol berdingiz. O'sha aynan video qilganimizda to'g'ri, ijobiy, salbiy fikrlar bildirildi. Kimlardir tomonidan o'sha 2 daqiqada yetib kelolmaydi degan savollar bo'ldi. Bu turli xil fikrlar, to'g'ri, har bitta fikr o'rinli deb qabul qilishimiz kerak. Bu Shunday. narsani o'zimizga masalan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak ayrim holatlarda. Tashvish tugmasi o'zi nima? Savolga qaytadigan bo'lsak, tashvish tugmasi bu bevosita fuqarolarimizni hayoti va sog'lig'ini va jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vazifalarni bajaradi. Bu qayerlarga o'rnatiladi? Bu har qanday savdo obyektlari, turizm obyektlari, fuqaro xonadonlari va ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga, bundan tashqari o'sha istirohat bog'lari, jamoat to'planadigan joylarga o'rnatilib kelinmoqda. Hozirgi kunda bu narsalar juda ko'p ko'zga tashlanyapti. Aynan mana shunday o'rnatilish natijasida bizda yil davomida ko'plab chaqiruvlar yuz beradi. Aynan bu narsa qanday ishlaydi? Agar to'xtaladigan bo'lsak, bu chaqiruv tugmalari o'rnatilgandan keyin bu bosilganda bizning hududiy va markaziy monitoring markazlari mavjud. To'g'ridan-to'g'ri ular signalni qabul qilib, tezkor harakatlanuvchi guruhlarimizga yo'naltiradi. O'z navbatida tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz signalni qabul qilgandan so'ng eng qisqa yo'l bilan o'sha belgilangan joyga yetib boradi. Savol tug'ilishi mumkin. Masalan, Samarqand hozirgi kunda katta shahar. Shunday. Viloyatimizda aholi soni ko'p. Bu tirbandliklar vujudga keladi. Men ham shaharga shu bo'yicha savol bermoqchi edim. Men o'qigan eng ko'p izohlar bu 2 daqiqa bu yolg'on yetib kelmaydi. Shu masalaga bitta aniqlik kiritsangiz-chi, mana haqiqatdan siz aytyapsiz, Samarqand shahri katta shahar, tirbandlik ko'p, misol, har xil vaziyatlar bo'lib qoladi-da. O'sha vaziyatda tezkor harakatlanuvchi guruhlarni yetib kelishi qanaqa tartibga solinadi? Bunda Samarqand shahri hududida esa aynan shu narsalarga o'rinli javob berib o'tishimiz kerak. Chunki to'g'ri e'tirozlar bildirildi. Tirbandliklardan qanaqa qilib o'tadi? Samarqand shahri hududida bizda hozirgi kunda 15 ta tezkor harakatlanuvchi guruhimiz faoliyat yuritadi. Viloyat miqyosida 40 ta tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz faoliyat yuritib kelyapti. Aynan Samarqand shahri hududida tirbandliklar darajasi yuqori bo'lganligi uchun tezkor chaqiruv tugmasidan kelgan signallarni qabul qilishda o'sha tirbandliklarni inobatga olgan holda eng yaqin hududdagi keyingi guruhga yo'naltirish imkoniyati mavjud bizda. Sabab tirbandlik bilan o'sha tezkor harakatlanuvchi guruh o'z vaqtida yetib kela olmaydigan bo'lsa, qanaqadir ko'ngilsiz hodisalar yuz berishi mumkin. Mana shu narsalarni oldini olish maqsadida aynan mana shu tizim yo'lga qo'yilgan. Yil davomida tezkor chaqiruv tugmalaridan kelgan signallar soniga to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan 2025-yil yakunlariga ko'ra aynan tezkor chaqiruv tugmalari tomonidan 1721 ta tashxis xabari kelib tushgan. Bunda turli xil holatlar, ko'ngilsiz holatlar yuz bergan. Bundan tashqari o'sha o'g'rilik jinoyatlari, mulkka tajovuz bo'lgan jinoyatlarning oldi olingan bir qator. Va aynan ijtimoiy tarmoqlarga ham kuzatgan bo'lishingiz mumkin. Asosan tezkor chaqiruv tugmalari qayerlarda ko'proq bosilyapti va qanday holatlar yuz beryapti degan javobni ham berib o'tib ketsam, bu o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Tezkor chaqiruv tugmalari eng ko'p Samarqand shahar hududiga to'g'ri keladi. Sabab aholi ko'p, turli xil millat va aholi gavjum yashaydigan joy bo'lganligi sababli. Kafe, barlar, to'yxonalar va asosan istirohat bog'larida aholi ko'p yig'iladigan joylarda bo'lyapti. Turli xil fuqarolarimiz tomonidan mastlik holatlari yoki bo'lmasam o'sha kafe, barlarga kirib turib janjal ko'tarish holatlarida o'sha xo'jalik idorasi rahbari, ya'ni obyekt rahbari tomonidan aynan tezkor chaqiruv tugmalari bosilish natijasi bizning tezkor harakatlanuvchi guruh yetib borib, holatga oydinlik kiritilib, belgilangan tartibda hujjatlashtirib, tegishli idoralarga yuboriladi. Yana bir holat o'sha izohlardan o'qib chiqqan bo'lsangiz, 2 daqiqada kiyinishga ham ulgurmaydi-ku, qanaqa yetib keladi deydi-da. Shu narsani bir izohlab bering. Haqiqatan ham 2 daqiqada yetib kelish bu reallikdan uzoqmi yoki qanaqadir nimasi bormi? Bu narsani hozir mana aytib o'tganingizdek izohlarda o'zim ham o'qib chiqdim.
tezkor harakatlanuvchi guruh qanaqa qilib 2 minutda kelishi mumkin, 2 daqiqada bu kiyina oladimi, yo'qmi degan savollar bo'lishi mumkin. Bizni tezkor harakatlanuvchi guruh o'sha ertalab xizmatga tushgandan xizmat yakuniga qadar bir xil holatda, ya'ni qurollangan, to'liq ekipировkada kiyingan holatda xizmat olib boradi. Masalan, aytish mumkin, buni qanaqa qilib isbotlab berishingiz mumkin? Buni bitta isbotlashni bizda hozirgi kunda 21-asr texnologiya asrida yashayotganimiz sababli avtotransport vositamiz ham o'sha kameralar bilan jihozlangan. Bundan tashqari fuqarolarni holatlarini oydinlikka kiritish maqsadida xodimlarimiz ekipировkasida bodi kamera bilan jihozlangan. Bunda agarda bizni xodimlarimiz ekipировkasini to'liq kiymaydigan yoki bo'lmasa belgilangan tartibda kiymaydigan holatlari bo'lsa, aynan mana shu kameralar orqali aniqlik kiritib, belgilangan tartibda intizomiy yo jazolarga tortilish holatlari bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda biz 2 daqiqada yetib kelishini ta'minlaymiz. Ham bu xizmatni shaffof va adolatli nimasini ham ta'minlaydi, amalga oshirishini ta'minlaydi. Shahriyar aka, tashish tugmalari haqida gap boryapti. Tashish tugmalaridan foydalanish bo'yicha, misol, shahar hududida ko'p qavatli uylar oldida ko'pincha o'sha tungi vaqtlarda aholi tinchini buzish yoki spirtli ichimlik iste'mol qilib, qanaqadir, aholiga noqulay tug'dirish holatlari kuzatiladida. O'sha holatda tashish tugmasidan foydalanish samara beradimi? Bu yechim yoki boshqa muammolari bormi? Albatta, ko'p qavatli uylarning kirish qismlariga o'rnatilgan tashvish tugmalaridan foydalanish tartibi haqida to'xtaladigan bo'lsak, tashvish tugmalarini bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni o'sha ko'p qavatli uylarning kirish qismida fuqarolarimiz tomonidan spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holatlari yoki bo'lmasam avtotransport vositasida turli xil o'sha qayta jihozlangan moslamalardan aholini tinchligini buzish holatlariga uchragan vaqtda bevosita o'sha ko'p qavatli uylarda yashayotgan fuqarolarimiz tomonidan tashish tugmasini bosganda bizning tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz aynan harakatga kelib, to'g'ridan to'g'ri o'sha yerga yetib boradi va belgilangan tartibda qonuniy tarzda choralar ko'riladi. Mana shunday holatlar yuz bergan. Payariq tumanida mana shunday holat bo'lganda fuqarolarimiz tomonidan hamma spirtli ichimlik iste'mol qilgan va o'sha avtotransport vositasi orqali turli xil ovozlar chiqargan. Mana shunday holatda fuqaroga nisbatan qonuniy tarzda chora ko'rilib, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ham ushbu holatga jalb etilib, spirtli ichimlik iste'mol qilganligi uchun avtotransport vositasini jarima maydonchasiga joylashtirilgan va holat bartaraf etilgan. Shahriyar aka, o'sha tashish tugmasini, o'rnatish tartibi qanday? Uni narxlari qanday? Unda qanday afzalliklari bor? Shu haqda ham, bizga ma'lumot bersangiz, menimcha Samarqandda ham, umuman O'zbekiston bo'yicha o'sha tashish tugmasini qo'yish va o'zini xavfsizligini ta'minlash istagan, fuqarolarimiz ko'p. Bizda tashish tugmalari va boshqa qurilmalarni o'rnatish, ya'ni xizmat ko'rsatish mutlaqo tekin, qo'riqlash xizmatini amalga oshirish esa aynan fuqaro xonadoni va obyektlarga narxi 2 xil tariflanadi. Fuqaro xonadonlariga 112 mingni tashkil qilsa, oylik to'lovi bu obyektlarga, savdo nuqtalariga tashish tugmalarini o'rnatish 400 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni oyma-oy mana shu to'lovni qilib borsa, ushbu qurilmalarni o'rnatishimiz mumkin. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tashish tugmalari ishchi holatdan chiqqanda yoki o'rnatilgan joy turli xil qurilish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirilayotgan vaqtda bizni xodimlarimiz tomonidan o'shani boshqa joyga ko'chirish yoki xizmat ko'rsatish mutlaqo tekin ekanligini aytib o'tmoqchiman. Shahriyar aka, endi bizga o'sha, xodimlar, qo'riqlash xizmati xodimlari qanaqa tartibda xizmat olib boradi va qanaqa qurollanadi, jihozlanadi, shu haqida ham ma'lumot bersangiz. Xodimlarimiz tomonidan kiyinish tartibi va ekipировkasi haqida gapirib o'tmoqchi bo'lsam, obyekt xususiyatidan kelib chiqqan holda albatta bu narsalar xodimlarimizni ekipировkasi va qurollanishi tashkil etiladi. Bunda obyektning darajasidan kelib chiqadi. O'sha toifalangan yoki davlat idoralari, banklar bevosita qo'riqlanishi qurollangan holda tashkillashadi. Tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz esa o'zlariga belgilangan tartibda o'sha tabil quroli va maxsus vositalar bilan qurollangan. Tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz bevosita o'sha avtotransport vositasi bilan xizmat olib borayotganligi sababli va turli xil ko'ngilsiz holatlarda bir nechta fuqaro bilan muloqotga kirishi yoki bir nechta xil holatlarini oldini olishga to'g'ri kelganligi uchun ularga qo'shimcha bizda o'sha jihozlanish belgilangan. Ya'ni o'sha tabil quroli, o'sha maxsus vositalar, branjilet kaska, o'sha elektroshok va bir martalik qo'l kishani bilan jihozlangan. Mana shunday holatlarni yuqorida ham aytib o'tdim,
o'zida aks ettirish uchun, isbotini keltirish uchun yoki qandaydir ko'ngilsizlik, qonun buzilish holatini oldini olish maqsadida body kamera bilan ham jihozlangan. Endi aytib bo'lmaydi, to'g'ri aytganingizdek, har holat u misol chaqiruv bo'lgan vaqtda yoki qanaqadir jamoatchilik tartib buzilgan vaqtda bilib bo'lmaydi, qanaqa vaziyatligini. Misol ko'ngilsiz hodisami yoki sovuq qurolmi yoki boshqami, o'sha vaziyatda qaysi tomonda baribir qurol kerak bo'ladi. O'sha vaqtda elektroshok yoki boshqa qurilmalardan foydalanish tartibi qanday bo'ladi? Bularni albatta tartibi bor. Har bittasini o'sha qurol bo'ladimi yoki elektroshok bo'ladimi yo boshqa vositasini inson hayotiga to'g'ridan to'g'ri o'sha xavf tug'diruvchi vositalar bular. Bularni qo'llash vaqtida fuqarolarimiz xodimlarimizga to'g'ridan to'g'ri hayotiga xavf tug'dirgan vaqtda, hayotiga nisbatan xavf tug'dirgan to'g'ridan to'g'ri hujum qilgan vaqtlarda bu jihozlardan foydalaniladi. Yuqorida aytganimdek, bu narsalarni o'zida aks ettirish uchun xodimlarimiz emas, avtotrans vositalarimiz ham aynan kameralashtirib voqeani o'sha tasvirga olish imkoniyatiga ega hozirgi kunda. Shu o'rinda Shahriyor aka, bizda ham savol paydo bo'ladi. Qo'riqlash xizmati faqat tezkor harakatlanuvchi guruhda bo'lyaptimi? Yana qanaqa xizmatlar bor? Ya'ni umuman vaziyatlaringiz, xodimlaringiz qanaqa tashkil topgan? To'g'ri savol berdingiz. Qo'riqlash xizmati hozirgi kunga qadar saf bo'linmasi orqali va harbiylashtirilgan nazoratchi va qorovullik bo'linmalari orqali qo'riqlash tashkil qiladi. Bundan tashqari bizda aynan tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz orqali va qo'riqlash patrullik xizmati orqali o'z xizmatlarini olib boradi. Bunda saf bo'linmasi, qorovullik yoki harbiylashtirilgan nazoratchilik bo'linmalari o'sha obyektlarda fuqaro xonadonlari, davlat idoralarini kirish qismida yoki bo'lmasam o'sha boshqa joylarda xizmatlarni tashkil qilsa, tezkor harakatlanuvchi guruhlarimiz bevosita avtotrans vositasi orqali o'ziga belgilangan hududda patrullik deganda tezkor chaqiruv tugmasi kelib tushgan joyga borib, qolgan vaqtda belgilangan hududda o'zining qizil nuqtasida xizmat olib boradi. Qo'riqlash patrullik xizmati esa bizda tadbirkorlik obyektlari, davlat idoralari ko'plab joylashgan ko'chalarda, gastronomik ko'chalarda mana shu avtotrans vositasi orqali yoki bo'lmasam piyoda shaklda tashkil etiladi. Shunday xizmatlarni amalga oshiradi. Albatta bularning har birining o'ziga yarasha to'lovlari mavjud. O'sha to'lovlarni amalga oshirilgan holda ikki tomonlama shartnoma imzolanadi. Har bitta xizmat bo'yicha shu xizmat to'lovlari amalga oshirilgandan keyin xizmat belgilangan tartibda yo'lga qo'yiladi. Kattaroq ishlab chiqarish obyektiga ega bo'lgan tadbirkor o'sha siz shartnoma orqali sizlardan xodim yollab, shunaqa o'zi turi bor, aytib o'tdingiz. O'sha obyektga ishlab chiqarishni xavfsizligini ta'minlash mumkin. Ya'ni bevosita boya aytganimizdek, boya biz farqini hozir aytib o'tmoqchiman. Tashxis tugmasi orqali, misol turizm evaziga obyektlarni xavfsizligi ta'minlansa, bosasiz, tezkor harakatlanuvchi guruh yetib keladi. Bu xodim yollash esa shartnoma orqali sizni bevosita o'sha kirish qismingizda, obyektingizda xavfsizligini ta'minlaydi. Endi Shahriyor aka, yana bir so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar bor. Buni o'zlaringiz ko'rgansiz, ko'p shov-shuv bo'lgan. Bevosita tomoshabinlarda ham shunaqa fikr bor. Nima uchun ayrim obyektlarning kirishida jurnalistlar yoki oddiy fuqarolarni kiritishda muammolar paydo bo'lyapti? Aslida buni tartibi qanday? Qanaqa tartib borki, o'sha obyektlarga kirib chiqishda qanaqa qonun-qoidalar bor? Aynan bu holatlar o'sha qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan ayrim holda bahsli bo'lyapti-da. O'sha bahslar nimadan paydo bo'lyapti? Uni yechimi qanday? Nima deysiz bu borada? Albatta bergan savolingizga bu yechim sifatida jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari biz tomonidan qo'riqlanayotgan obyektlarga kelganda turli xil muammolar, e'tirozlar vujudga kelyapti. Bizni xodimlarimiz qo'riqlanayotgan obyektni jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va obyektni xavfsizligini ta'minlashga alohida vazifasi aynan o'z xizmat vazifasiga kiradi. Bunday holatlarda jurnalist va ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar tashrif buyurganda jurnalistlik to'g'risida qonun bilan murojaat qilishadi. Aynan bu holatlarda bizning xodimlar qanday harakat qilinadi? Bizning xodimlar o'z xizmat faoliyatini, qo'riqlash faoliyati to'g'risida qonun va undan tashqari ichki ishlar organlari to'g'risida qonunga asosan xizmatlarni tashkil qilinadi. Qonunlardan chetga chiqolmaydi. Mana shu qonunlar asosida obyekt ma'muriyati bilan kelishgan holda o'sha obyektni u sud idorasi bo'ladimi, prokuratura bilan, davlat hokimiyat idorasi bilan o'ziga belgilangan qonun va buyruqlar asosida ichki tartib yo'riqnomasi ishlab chiqiladi. Aynan ichki tartib yo'riqnomasiga asosan kirib chiqish tartibi belgilanadi va
qonunlar asosida mana shu yo'riqnomalar ishlab chiqariladi. Albatta bu keladigan murojaat qiluvchilarning e'tiroziga sabab bo'ladigan holatlar obyektning ichki yo'riqnomasi qonundan ustunmi degan savol tug'iladi. Qonundan ustun hech qaysi buyruq qonundan ustun bo'lmaydi. Albatta qonunlar asosida yaratilgan ichki yo'riqnomalar bor. Ichki tartib yo'riqnomalari o'ziga yarasha belgilangan tartib-qoidalar, qonunlar va albatta davlatimiz bosh qomusi bo'lgan konstitutsiya asosida tartibga solinadi. Obyektni xususiyatidan kelib chiqqan holda ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar, jurnalistlardan bir narsani iltimos qilib qolardikki, to'g'ridan-to'g'ri bizni xodimlar xizmat olib borayotgan obyektda qonunchilik doirasida murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Shunday, albatta har qanday ichki ishlar xodimi ham xavfsizlikni o'sha sizu bizni xavfsizligini o'ylab faoliyat olib boradi. Shu o'rinda qurilish xizmati tashkil topgandan buyon o'ziz ishlatgan faoliyati davomida qanaqa holatlar bo'lganki sizda xotirangizda qolib ketgan? Misol, xodimlar baribir xizmat faoliyati davomida jarohat olishi mumkin. Aytib bo'lmaydi, baribir sizni faoliyatingiz judayam keskin, jinoyatni oldini olishga qaratilgan. O'shanaqa vaziyatlarda qanaqa misollar keltira olasiz bizga o'sha xodimlar o'sha xizmat faoliyati davomida jarohat olgan yoki vafot etgan yoki boshqa holatlarni? Og'riqli savol berdingiz. Chunki xodimni hayoti bilan bog'liq holatlar hayotiga xavf tug'diruvchi holatlar ham juda ko'p uchrab turadi. Bu narsani ko'p ham ochiqlamaymiz. Nima desak bo'ladi? Mana biz ko'rib qo'ygan xodimimizni hayoti xavf ostida qoldi, jarohatlandi deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki hamma o'z xizmat vazifasini bajaryapti. Bunday holatlar juda ko'p uchrab turadi. 25-yilgacha bo'lgan holatda o'tgan davr mobaynida. Bitta holatni aytib o'tadigan bo'lsam, aynan fuqaro hayoti bilan bog'liq holat bo'lgan. Samarqand shahridan o'sha oqib o'tuvchi Qoradaryo ko'prigida bu holat yuz bergan. Aynan shu holatda fuqaro o'zini ko'prikdan tashlagan, qish fasliga to'g'ri kelgan, havo sovuq. Xodimimiz o'z hayotini o'sha ayamasdan fuqaro hayotini saqlab qolish maqsadida suvga tushgan. Suvga tushish natijasida suv sovuqligi yo o'sha qish fasliligini inobatga olmagan. Fuqaroni hayotini qutqarib qolish uchun yetib borganda afsuski ulgurmay qolgan. Fuqaroni suvdan olib chiqqan, lekin o'ziga ham birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga to'g'ri kelib qolgan vaqtlari ham uchragan. Bu juda ham ta'sirli holat deganim sababi fuqaroga to'g'ri ulgurmay qolgan, lekin o'zini ham hayotini xavf ostiga qo'yib qo'ygan. Bunda aynan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan, turli darajada xodim o'ziga kelgandan so'ng tunning ikkinchi yarmida yana xizmatga qaytib kelgan. Qanaqadir noqulay ob-havo sharoitiga qaramasdan o'sha xizmat o'zini bajarib, o'zini sog'lig'iga putur yetganiga qaramasdan bu kunsiga baribir xizmatga chiqyapti. O'sha vaqtni o'zida xizmatga qaytib kelgan yana. Oho! Birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan, sog'lig'iga zarar yetgandan so'ng xodimning sog'lig'i o'ziga ya'ni tiklangandan keyin yana xizmat joyiga qaytib kelgan. Ham quvonarli, ham ta'sirli holatlardan bittasi shu desam bo'ladi. Aynan mana shunday holatlar yana boshqa joyda ham, ya'ni Zarafshon daryosi ko'prigida holat yuz berganda xodimlarimiz tomonidan hayot saqlab qolingandan so'ng davlatimiz rahbari tomonidan aynan mana shu xodimimiz e'tirof etilib, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Mana shu narsalarni oldini olish maqsadida Samarqand viloyat ichki ishlar huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan ko'priklar va shunga o'xshash obyektlar sim to'siqlari bilan jihozlanib, shu holatlarni oldini olishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda hozirgi kunda. Shahriyor aka, mana shu xizmat faoliyati davomida noxush holatlar ham bo'lgan ekan. Endi og'ir holatlar mana shu xizmat faoliyati davomida bajarish chog'ida halok bo'lgan xizmatchilar ham bormi? Albatta, har bitta xodim ertalab uyidan xizmatga qarab otlanganda bevosita hayoti xavfsiz holatda yoki bo'lmasa soppa-sog' uyiga qaytish kafolatlanmagan. Turli holatlar ro'y berishi mumkin. Albatta biz xohlaymizki, har bitta xodimni sog'-salomat uyiga farzandlari, ota-onasi bag'riga qaytishini xohlaymiz. Shunday holatlardan biri 2022-yilda Kattaqo'rg'on suv omborini qo'riqlash bo'yicha xizmatga tushgan bir xodimimiz sog'lig'i bilan bevosita bog'liq holati tufayli xizmat vaqtida vafot etgan. Undan tashqari Namangan viloyatida ham shunga o'xshash holat yuz bergan. Fuqaro suvga tushib ketganda xodim o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, fuqaroni qutqarib, o'z jonini saqlab qololmagan holat, ya'ni vafot etgan holati yuz bergan. Aynan shunday holatlardan yana bittasi Buxoro viloyatida qo'riqlanayotgan obyektda bir guruh huquqbuzarlar tomonidan
og'ir holat yuz berayotgan vaqtda mana shu holatni oldini olish maqsadida xodimimiz o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, mana shu holatni bartaraf etishga qaratilgan harakatni amalga oshirayotgan avtotransport vositasi bilan urib tan jarohati yetkazganligi natijasida voqea joyida vafot etgan holatlari ham uchragan. Bunga o'xshagan bir qator misollar yana keltirib o'tishimiz mumkin. Xizmat vaqtida yana yuqoridagi aytib o'tgan hech qaysi bir xodimda mana shunday holatlarda hayoti kafolatlanmagan. O'z xizmati vazifasi burchini ustun qo'ygan holda qo'riqlanayotgan obyektni xavfsizligini ta'minlash asosiy vazifasi hisoblanadi har bitta xodimni. Shahriyar aka, mana so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda ayrim mamlakatlarda maktabda sodir bo'lgan ko'ngilsiz holatlar tarqaldi. Mana shunaqa ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun O'zbekistonda, xususan Samarqandda qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Misol maktablarimiz o'quvchilar hali yosh, jussasi kichkina, o'zini xavfsizligini ta'minlay olmagan holatda maktablarimiz qanchalik xavfsiz bugungi kunda? Maktablarimiz viloyat va respublika hududidagi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida respublika rahbariyatimiz tomonidan aytarli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bir qator ishlar shu amalga oshirilib kelinmoqda. Viloyatimiz hududida esa maktablarimizda aynan shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatiladigan holatlarni oldini olish maqsadida mavjud 1274 ta o'sha umumta'lim maktablarini barchasi, ya'ni 1274 tasi tashrif tugmalari bilan jihozlangan. Viloyatimizdagi barcha maktabga o'rnatilgan. Xuddi shunday. Bundan tashqari o'sha maktablarda xizmat olib borayotgan maktab qorovullariga belgilangan tartib maxsus vositalar bilan jihozlanish va ularni malakasini oshirish maqsadida turli xil o'quv seminarlar tashkil etilib kelinmoqda. Yana aytadigan bo'lsak, viloyatimiz hududidagi mavjud maktabgacha ta'lim muassasalarini ham aynan tashrif tugmalari bilan jihozlash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunga qadar 768 ta maktabgacha ta'lim muassasasini 504 tasi qamrab olindi. O'rta maxsus ta'lim muassasalarini 37 tadan 19 tasi, oliy ta'lim muassasalarining 15 tasini barchasi hozirgi kunda tashrif tugmalari bilan jihozlanib, umumiy qamrab olindi. Bu yilda 2026-yilda qolgan ta'lim muassasalarini ham qamrab olish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Shahriyar aka, hozir ma'lumot berib o'tdingiz, o'sha maktab, oliy ta'lim, xullas bog'chalar, jamoat joylari, kafe, restoran dedingiz, xavfsizlik ta'minlanadi deyapsiz. Lekin bizda yana bir masala bor. Jamoat transporti borda. Jamoat transportida qanday qilib xavfsizlik ta'minlanadi? Bu borada qanday yechimlar qilinyapti? Albatta o'rinli va dolzarb savol berdingiz. Hop, shuncha jamoat joyi, oliy ta'lim muassasasi, maktabgacha ta'lim muassasasi vaholanki boshqa joylar xavfsizligi ta'minlanmoqda. Jamoat avtotransporti xavfsizmi degan savolingizga javob bersam, respublikamizda va viloyatimiz hududida ham aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ishlar tashkillashtirilgan. Hozirgi kunda o'sha jamoat ko'p to'planadigan joy, ya'ni jamoat avtotransportida harakatlanayotgan fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlash maqsadida viloyatimiz hududida ikkita jamoat transporti, ya'ni avtobuslar tashrif tugmalari bilan jihozlangan. Aynan mana shu tashrif tugmalari jihozlanishi natijasida sinov tariqasida hozirgi kunda bu narsa o'rnatilgan. Yil yakuniga qadar barcha avtotransport vositalari jihozlanishi, ya'ni qamrab olinishi rejalashtirilgan. Biron bir ko'ngilsiz hodisa yuz bergan vaqtda avtotransport vositasi haydovchisi tomonidan tashrif tugmasini bosish orqali tezkor harakatlanuvchi, o'sha eng yaqin hududda joylashgan tezkor harakatlanuvchi guruhini chaqirish natijasida mana shu holatni bartaraf etishi va tegishli tartibda chora ko'rish imkoniyatini yaratadi. Bunga yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda dilni xira qiladigan ijtimoiy tarmoqdagi bir holatga e'tiborni qaratsangiz bo'ladi. Ya'ni juda ko'p holat yuz beryapti mana shu holat bo'yicha. Tibbiyot muassasalari va tibbiyot avtotransport vositalari, tez tibbiy yordam avtotransport vositalarida juda ko'p o'sha holatlar uchrayapti. Mana shu holatlarni oldini olish va bartaraf etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamentining hududiy qo'riqlash xizmatlari tomonidan, jumladan Samarqand viloyati hududida ham o'sha tez tibbiy yordam avtotransport vositalarini mana shunday tashrif tugmalar bilan jihozlash rejalashtirilgan yil oxiriga qadar. Ana. Demak, bundan tushunish mumkinki, joriy yil davomida barcha tez tibbiy yordam mashinalariga tashrif tugmalari qo'yiladi. Agar bundan keyin birorta chaqiruv bo'lsa va chaqiruv davomida shifokorlarga ta'ziya yoki zo'ravonlik bo'lsa, bemalol tashrif tugmasini bosib, o'sha tibbiyot xodimlarini xavfsizligini ta'minlash mumkin. Aslida kimgadir yordam berish uchun borgan tibbiyot xodimlarini o'zini
kaltaklash bu aqlga sig'maydigan ish, lekin afsuski shunaqa holatlar bo'lgandan keyin majbur yechim qilish kerak va nasib bo'lsa, demak, yilni oxirigacha deyarli barcha tibbiyot, tez tibbiy yordam mashinalarida tashrif o'rnatib qo'yiladi. Endi Shahriyar aka, mana, siz qurilish xizmati sizlar tomonidan o'sha obyektlarda, jamoat joylarida, eee, qator ishlarni amalga oshirilyapti. Endi savol, misol men o'zimni uyimda, xonadonimda yoki, misol ish joyimda o'sha xavfsizlik ta'minlash uchun, choralar ko'rish uchun, kimga bog'lansam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi? Bunday murojaatlarni yechimini qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti tomonidan fuqarolarimizning murojaatlarini qabul qilish uchun 1131 qisqa raqamli call center faoliyati yo'lga qo'yilgan. Aynan qo'riqlash xizmatiga bo'lgan murojaatlarni qabul qilish uchun mutaxassislarimiz belgilangan va qisqa vaqtda bog'lanilib, sizning savollaringizga javob berishadi. Shahriyar aka, mana podkastimiz davomida ma'lumot berib o'tdingiz. Obyektlar, fuqarolar xonadoni qo'riqlashda, pullik xizmat ko'rsatiladi. Lekin qo'riqlash departamenti Ichki ishlar vazirligi huzurida. Shu onda haqli e'tiroz paydo bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi davlat tomonidan moliyalashtirilsa, byudjetdan oylik olinsa, nima uchun Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash departamenti fuqarolarga xizmatlar pullik ko'rsatiladi? Bu savolingizga javob beradigan bo'lsa, to'g'ri, Ichki ishlar vazirligi byudjet tashkiloti hisoblanadi. Qo'riqlash xizmati esa o'sha xo'jalik idorasi va qo'riqlash xizmati o'rtasida tuzilgan shartnoma evaziga, to'lanadigan haq evaziga o'zini o'zi ta'minlaydi. Ya'ni byudjet tashkilotiga kirmaydi. Shu uchun biz xizmatlarimizni tariflar asosida tashkillashtirib boramiz va shu orqali shartnomalar imzolanadi. Aynan tuzilgan shartnomalar evaziga tushgan mablag'lar evaziga qo'riqlash xizmati o'zini avtotransport va boshqa xarajatlarini qoplaydi. Demak, qo'riqlash departamenti byudjet tashkiloti emas va o'z xizmatlari evaziga o'zini o'zi to'liq moliyalashtiradi. Shunaqami? Xuddi shunday. Tushunarli. Shahriyar aka, endi istaymizmi yo'qmi, zamonamiz ijtimoiylashib ketdi. O'sha ijtimoiy tarmoqda bo'lgan birorta voqea, hodisa bo'lsa, uni muhokama qilmasdan ilojimiz yo'q. Shu o'rinda, qo'riqlash departamentiga tegishli bo'lgan elektromobilni so'nggi kunlarda mana ko'p foydalanuvchilar ko'rgan, tyuning qilgani muhokama bo'ldi. Endi tyuning ko'rsam haqiqatdan hashamatli, chiroyli chiqqan. Lekin, bir savol tug'iladi. Bu avtomobil tyuning qilish byudjetga og'irlik qilmaydimi? Nima deysiz? Bu e'tirozga sabab bo'ladi. Chunki, davlatdan kelib tushgan pullar o'sha avtomobilni qaysi tomonda o'zgartirishga sarflanishi, bu to'g'rimi? To'g'ri savol berdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zim ham kuzatdim. Kimdir e'tiroz bildirdi, kimdir yaxshi fikr bildirdi. Aynan ijtimoiy tarmoqda bo'lib o'tgan mana shu holatga izoh berib o'tadigan bo'lsam, qo'riqlash xizmati aytdim yuqorida ham, u o'zini o'zi ta'minlaydigan xizmat bo'lganligi sababli mana shunday avtotransportlar olib kelingan. Bu namuna sifatida respublika miqyosida bittani tashkil qiladi. Agarda mana shu avtotransportdan foydalanish hozirgi kunda o'sha jinoyatchilarni turli xil yangi zamonaviy avtotransport deymizmi yoki boshqa narsalardan foydalanishda jinoyatchilikni oldini olish uchun namunaviy tarzda qilingan. O'zini oqlaydigan bo'lsa, keyinchalik faoliyatda yana qo'llanilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, yana kuzatgan bo'lsak, izohlarda aynan xodimlar tomonidan qayta jihoz yoki bo'lmasam mana shunday avtotransportdan jihozlash mumkinmi deganda, aynan mana shunday namunaviy tarzda jihozlanishi qonun doirasida amalga oshirilgan. Qonunni buzadigan yoki qonundan chetga chiqadigan hech qanday bir holat yuzaga kelmaganligini ma'lum qilamiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Davlatimiz rahbari tomonidan hozirgi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida islohotlar amalga oshirilmoqda. Mana shu islohotlar qo'riqlash xizmatini ham chetga o'tmagan holda yoqilg'i bilan yuradigan avtotransport vositalarini kelajakda elektr energiya bilan harakatlanuvchi avtotransport vositalariga almashtirish masalalari ham ko'rib chiqilayotganligi uchun aynan sinov tariqasida elektromobildan hozirgi kunda sinov tariqasida foydalanish o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Shahriyar aka, podkast so'ngida bizda qisqa savol-javoblar bor. O'qib eshittirsam, oddiy fuqaro qo'riqlash xizmatidan qachon va qanday holatda foydalanishi mumkin? Har qanday holatda foydalanishi mumkin. Yuqorida ham aytib o'tdim. Fuqarolarimiz o'sha xonadon yoki bo'lmasam savdo obyektlarini qo'riqlash xizmatiga ishonib topshirmoqchi bo'lsa, 1131 qisqa raqamlariga xohlagan vaqtda murojaat qilishlari mumkin. Kunning 24/7 qo'riqlash xizmatining o'sha kol markazi ish faoliyatida bo'ladi. Video kuzatuv kameralarining xavfsizlik va jinoyatchilikka ta'siri qanday?
viloyatimiz hududi bo'ylab mahallalar va aholi ko'p to'planadigan gavjum joylarga 293 ta shaxsni identifikatsiya qilish, ya'ni yuzidan tanib oluvchi video kuzatuv moslamalari jihozlangan. Bu moslamalar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Qalqon axborot tizimiga integratsiya qilish orqali huquqbuzar va jinoyatchilarni tezda yuzidan tanib olish imkoniyatini beradi. Unda biz 5-6 yil oldin ko'rgan kinolardagi, Amerika, Xitoydagi kinolardagi odamni yuziga tushsa tanib oladigan kameralar bizga ham kelibdi-da. Xuddi shunday, o'tgan 2025-yilda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan birinchi sonli qaror asosida mana shunday kameralar bilan jihozlash respublikamizning barcha hududlarida jadallik bilan olib borilmoqda. Kelajakda Samarqand xavfsizligini oshirish bo'yicha qanday yangiliklar rejalashtirilgan? Kelajakda Samarqandda xavfsizlikni ta'minlash borasida yuqorida aytib o'tganimdek, jamoat avtotransport vositalarini va tez tibbiy yordam mashinalarini tashish tugmalari bilan jihozlash, bundan tashqari o'sha aholi gavjum joylarini, fuqarolarimizga xizmat ko'rsatayotgan o'sha gastronomik ko'chalari deymizmi va boshqa shu turdagi obyektlarni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bir qator shunga o'xshash ishlar tashkillashtirish rejalashtirilgan va bu ishlarni amalga oshirish bo'yicha ishlar tashkil etilmoqda. Qo'riqlash xodimi bo'lish bu kasbmi yoki xizmatmi? Nafaqat qo'riqlash xizmati xodimi, balki vatan himoyachisi bo'lish albatta bu muqaddas burch hisoblanadi. Vatanimiz, fuqarolarimiz xavfsizligi va ota-onamiz, yaqinlarimizning doimo tinch yashashlarini ta'minlash albatta har bir huquqni muhofaza qiluvchi organning muqaddas burchi hisoblanadi. Demak, bu avvalo burch tushunchasi. Xuddi shunday. Shahriyor aka, mana shu podkast davomida qo'riqlash xizmati, qo'riqlash departamenti, umuman sizni faoliyatingizga oid ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldik. Agar sizda ham o'sha hamkasblaringizga yoki umuman yurtdoshlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin podkast orqali. Avvalambor kirib kelgan 2026-yil bilan barchani chin yurakdan muborakbod etaman. Barcha orzu-niyatlarini amalga oshirishiga tilakdoshman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtboshimiz hamisha omon bo'lsin. Ushbu Samarqandcha podkast loyihamizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizni qiziqtirgan savollar va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va eng muhimi yoqtirmani bosib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.